Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Men sizga bugun bir ajoyib do'stimiz aytib bergan hikoyani aytib bermoqchiman. Bir qop un. Hozir Yevropaga ishlagani ketayotganlar o'qsa ayni muddao bo'lar edi. Bir o'zbek Finlandiyaga ishlagani borib, un tegirmoniga unni yetkazib beruvchi, haydovchi bo'lib ishga kiribdi. Katta mashina tonnalab yuklarni u yoqdan bu yoqqa tashib yurib, sho'pirimiz bir holatga e'tibor berib qoladi. Pishiriq qiladigan fabrikaga unni olib borsa, hech kim unni to'la qoplarni sanab olmayapti. Hech kim qog'oz qalam qilmayapti. Shunda xayoliga kelgan rejasidan "Qaddingni ur sho'pir bola" deb xursand bo'lib ketadi. Ertasiga ayni ish buyurilgan kuni kim bilib o'tiribdi, shuncha un qopdan 2 qopini uyga tushirib ketsam deb uyga tushirib ham ketibdi. Ammo yevropaliklar biz o'ylaganchalik anoyi emas. Hamma joy kompyuterlashtirilgan. Hisob bo'yicha mahsulot chiqmagan. Pishiriq fabrikasi darrov to'polon janjal qilmasdan shartnoma shartini bajarmagan tegirmonga faks jo'natgan. Tegirmon xo'jayini barcha ishchilarni yig'ib, dala-dumbara qilmasdan aynan sho'pir bolani chaqirib tushuntirib gapirgan. Falonchi nima bo'ldi? Olib borgan yukingiz kam chiqibdi-ku. Sho'pirimiz oldindan tayyorlab qo'ygan bahonasini aytibdi. Yo'llar uydim chuqur bo'lsa, bilmasam, tushib qolgan bo'lsa bordir. Xo'jayin o'ylanib turib, mayli, ishlab turingchi, ko'ramiz deb boshqa joylarni taftish qilib ketibdi. Kechga yaqin sho'pirimizni chaqirib, urib so'kmasdan, "Falonchi, bugun birga ketamiz. Mashinaga 2 qop unni yuklab olgin" deb buyruq beribdi. Ikkovlon yo'lda 2 qop unni tashlab ketishibdi. Sho'pirimiz hayron bo'lib so'rabdi: "Janob, nega unni yo'lga tashlab ketyapmiz?" "Bir do'stimga kerak ekan, shunga uygacha olib bormaymiz. O'zi qachon kelsa olib ketadi." Sho'pirimiz keyingi kunlardan yuk tashish asnosida qiziqib o'sha yo'ldan yurar emish. Hech kim haligi unlarni olib ketmas ekan. Bir kun o'tibdi, 2 kun o'tibdi, 3-kun xo'jayin sho'pirni chaqirib, haligi 2 qop unni olib kelaylik. Do'stimga kerak bo'lmay qolibdi debdi. Sho'pir unni mashinasiga yuklab bo'lgach, xo'jayin sho'pirdan so'rabdi: "Mana shu 2 qop un ochiq joyda 3 kun turdi. Men hayronman. Sening mashinangdan tushib qolgan un qayoqqa ketdi ekan-a?" Shu joyda sho'pirning ahvolini tasavvur qilib ko'rgandirsiz. Xo'jayin sho'pirga qarab: "Endi men seni qamataman. Hech qayerga ishga olmaydigan qilaman. Keyin oldimga yalinib kelasan" deyish o'rniga "Endi bu ishingni qaytib qilma" deb aytibdi xolos. Men sizga Yevropa odamlari birovning haqqiga xiyonat qilmasligini va birovning ishonchini suiiste'mol qilmasligini yoki o'g'rilik qilish sharmandalik ekanligini aytmoqchi emasman. Shunchaki biz ham odam bo'lib keldik. Munosabat, muomala va ishda biz ham odamiy bo'laylik demoqchiman.